Farzandlaringiz bilan maza qilib yashash uchun 4 xonali kvartira topib qo'ydim, qadrdonlarim. Sizlar bilan birga shuni birga ko'rib chiqamiz. Undan oldin stoyankasini ko'ringlar. Mashina qo'yishga bemalol ekan. Qani ketdi. 4 xona, 2-etaj, 5 etajli domimiz. 92 kvadrat metr bo'lyapti. Aytganimdek 4 xona. Dokumentlar joyida, gaz, svet, suv hammasi bor, bilasizlar. Yunusobod 14-kvartalga kelganmiz. Samara to'yxonasiga bor yo'g'i 500 metr. Maktab 100 metr ekan, bog'cha, masjid hammasi yaqin atrofda joylashgan. Shaharga ham bitok, yo'l yuziga ham juda ham yaqin. Sizlar bilan ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Qadrdonlarim, like bosib qo'yinglar. Like bosganga men ajoyib sovg'am bor. Eshikdan kirganimizda chap qo'lda mebel keladi. Mana shunaqa chiroyli oynalar qilib qo'yishibdi. Xo'p, o'ng tarafga qarayotganimiz mehmonxona. Ko'rasizlar, mehmonxona juda ham katta. Sababi to'rxona deb aytdim-ku, mana o'rtadan bo'lingan bo'lgan, shuni ochib tashlab katta mehmonxona qilib yuborishibdi. Hop, chap qo'lda spalni, ikkinchi spalni, mana ko'rib turibsizlar. Hop, bu yoqda hojatxona va yumushxonasi razdельный alohida ekan. To'rga o'tarkanmiz, oshxona keladi. Oshxonada ham kuxniy mebel ikki yoq tarafga qilinganiga qulaylik uchun. Ko'rasizlar, kir mashina, xolodilnik barchasi sig'gan, sababi oshxona ham katta. Bu yoq balkonimiz bo'ladi. Balkondan oynaga qarasangiz ham juda ham toza havo, chiroyli manzarani ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda bitta xonani ko'rsatmadik, sababi uy egalari shu yerda bo'lishibdi. Qo'ni-qo'shnilarga ham gap so'z yo'q, sababi ko'rasizlar, mana огородlarni qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu kvartiramiz juda ham barakali ekan, sababi uyimizning egalari hamma farzandlarni institutda o'qitgan ekanlar, institutda o'qigan oila ekan. Akasiya albatta tushuntiraman. Yunusobod 14-kvartal, Samara to'yxonasigacha 500 metr. Qaranglar, chap tarafga ketadigan bo'lsangiz, betonga chiqib ketasizlar, o'ng tarafga ketadigan bo'lsangiz, aytganimdek 5-bola bansasiga chiqib ketasiz. Narxini starti $135,000 deyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Pastda men egalar raqamini qoldiraman, telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi.